Hozirgi kunda global muammoga aylanib kelayotgan protezlash nima o'zi? 5 yil oldin aholi atrofida 1% tashkil qilsa, hozirgi kunda esa implant yaxshi xizmat qilishini, uzoq muddat xizmat qilishini xohlasangiz, oldingi vaqtda bu protezlash holatlarida sementdan foydalangan bo'lsa, hozir meditsina rivojlanib, protezlash jarayoni har xil holatlarga duch kelishi mumkin. To'g'ri o'rnatilmaslik oqibatida protez joyidan siljishi, agar operatsiya vaqtida to'g'ri bajarilmasa, infeksiya tushib, gnoit, ya'ni gnoyniy holatlar, yiringli holatlar, abses holatlari kuzatilishi, to'g'ri millimetr santimetrlarni olinmasa, bir oyog'ingiz kalta bo'lishidir. Protezlash kimga mumkin emas, kimga tavsiya etilmaydi? Assalomu alaykum. Sizlar bilan O'zbekiston Xalq tabobati assotsiatsiyasi a'zosi Bahora Qodiraliyeva. Protezlash nima o'zi? Protezlash avvalambor bu xirurgический yo'l bilan bajariladigan protsedura, ya'ni xirurgiya yo'li aralashmasi bilan birgalikda olib o'tiladigan, ya'ni o'lgan to'qimalarni, nekrozga uchragan suyaklarni tozalab turib implant qo'yishdir. Hozirgi kunda global muammoga aylanib kelayotgan mana shu kasallik bo'yicha protezlash jarayonlarini olib o'tiladi. Bu 5 yil oldin aholi atrofida 1% tashkil qilsa, hozirgi kunda esa 10% tashkil qiladi. Bu Covid kasalligi oqibatida kelib chiqib, undan tashqari hozirgi kunda ekologiyamiz ta'sir qilib, bizda suvda muammolar kelib chiqyapti. Lekin bu protezlash holatlarida aytib o'tadigan tavsiyalarim: protezni birinchi navbatda albatta sifatiga ahamiyat berish kerak bo'ladi. Agar sizga implant yaxshi xizmat qilishini, uzoq muddat xizmat qilishini xohlasangiz, sifatiga e'tibor berasiz. Oldingi vaqtda bu protezlash holatlarida sementdan foydalangan bo'lsa, hozir meditsina rivojlanib, keramikadan foydalaniladi. Keramikani siz tanlayotganingizda birinchi navbatda o'z ishini mutaxassisi bo'lgan mutaxassisga avvalambor murojaat qilishingiz kerak. Ikkinchi esa siz eng kerakli bo'lgan yana bir holat bor. Bu siz keramika, ya'ni implantni eng sifatligini tanlashingiz kerak bo'ladi. Agar o'z ishini ustasi bo'lgan mutaxassisga implant qo'ydiradigan bo'lsangiz, mana shu operatsiya jarayoni 2 soatdan 3 soatgacha bo'lib o'tadi va sizni implantingiz xizmat qiladi 5 yildan 20 yilgacha. Ya'ni sifatiga va o'zida beriladigan garantiyli holatlariga qarab sizga etiladi. Lekin bu protezlash jarayoni har xil holatlarga duch kelishi mumkin. Operatsiya vaqtida bo'ladigan holatlar, ya'ni operatsiyani nima uchun o'zini ishini ustasi bo'lgan mutaxassisga bu implant qo'yishni topshirishingizni sababini aytib o'taman. Chunki operatsiya vaqtida birinchi asoratlaridan sizda tromboemboliya, ya'ni tromb o'pkada yoki yurakda tiqiladigan bo'lsa, noxush vaziyatlar. Ikkinchisi, to'g'ri o'rnatilmaslik oqibatida protez joyidan siljishi. Agar noto'g'ri o'rnatilsa, bu proteziz yemirilishi. Uchinchisi, agar operatsiya vaqtida to'g'ri bajarilmasa, infeksiya tushib, gnoit, ya'ni gnoyniy holatlar, yiringli holatlar, abses holatlari kuzatilishi. To'rtinchisi, nerv va qon tomirlariga shikast yetishi. Yana yomon holatlardan biri protezdan keyin, ya'ni implant agar to'g'ri uravnaveshivать, ya'ni to'g'ri millimetr santimetrlarni olinmasa, bir oyog'ingiz kalta bo'lishidir. Operatsiyadan keyin albatta reabilitatsiya holatlari kuzatiladi. Ya'ni siz bajarishingiz kerak bo'lgan bolnitsada va uyda shifokor tomonidan tushuntiriladi. Bolnitsada, ya'ni klinikada siz kamida 3 haftadan 4 haftagacha yotishingiz
va uyda qanday muolajalar bajarishingiz, sizga nima mumkin emas, nima mumkin, hammasini bilib olishingiz kerak bo'ladi. Protezlash kimga mumkin emas, kimga tavsiya etilmaydi. Buni ham inobatga olishingiz kerak. Qandli diabet kasali bor insonlarda o'tkir holati kuzatiladigan bo'lsa, yara bitmasligini inobatga olgan holatda tavsiya etilmaydi. Keyingisi o'tkir nevrologik kasalliklari bor. Astma, ya'ni nafas qisish xurujlari kuzatilayotgan bemorlarda va yoshi katta bemorlarimizga tavsiya etilmaydi. Chunki narkoz olgan vaqtda va operatsiya jarayonlarida yurak xurujlari kuzatilmasligi uchun. Agar siz protezlash holatiga yetib kelgan bo'lsangiz va buni iloji bo'lmasa qilmaslikni, butun organizmni oldin tekshirtirib, qonni tekshirib, tromblar, xolesterinlar, qonda ro'ya soyalar, leykositlar hammasi normada ekanligini ishonch hosil qilganingizdan keyingina organizm butun organlaringiz mana shu operatsiyada ijobiy natijalar bilan chiqishini bilganingizdan keyingina mana shu operatsiyaga rozi bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Shunday ekan azizlarim, siz mana shu kasallikni oldini oling. Mana shu kasallikni protezlash holatigacha yetkazmang. Davolash uslublari juda ham ko'p. Organizm shunday yaratilganki, u regeneratsiya bo'ladi. Tiklanish holatlari bo'ladi. Suvda ham, bo'g'inda ham. Faqat bu sizga bog'liq. Kasallikni o'zini emas, balki kasallikni kelib chiqish sababini davolashingizni tavsiya beraman. Tavsiyalarimga amal qilgan holatda kanalimizga obuna bo'ling. Yanada qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.